Kontent olishimdan maqsad вообще o'zbek auditoriya, o'zbek yigitlarining miyasidan kachok bo'lish degan narsani olib tashlab, buni filosofiyasini tushuntirishdi. Qanaqa? Kachok bo'lish menga ham kerak emas. Niyat agar zalga tushib kachok bo'laman desangiz, hech qachon kachok bo'la olmaysiz. Chunki kachok bo'lishga o'rtacha 5 yil, 8 yil kerakdi. No, agar niyatni bor, qarang qanaqa olasiz. Xudo oyoqlarimni shu umr yo'limda charchamaydigan qilib qo'yib turib, razgibanya, zgibanya qilasiz. Ibodatlarimni tizzamni og'ritib qo'ymagin deb prisidaniya qilasiz. Faqat umr bo'yi qildirib qo'ydim, niyat qilasiz. O'sha jarayonni orasida oyog'ingiz chiqadi. Qo'limni, farzandlarimni ko'tarib yuray, hayot bergan yukimni og'irligini yelkamda ko'tarib yuray deb turib, yelkaga ishlaysiz, qo'lga ishlaysiz. O'sha jarayonni orasida biceps chiqadi, yelka chiqadi-da. Men biceps chiqadi shu niyat qilmayman, zalga kirganimda shogirdlarim ham ko'radi. Birinchi ozgina duoyimni o'qib olaman ichimda. Kuchlarimni xayrli, savobli ishlarga ishlatishga, quvvatli qilishga deb turib niyat qilsangiz bor-ku zalga. Yana ham qissa qilib gapirganda siz zalga bor-ku, onazorimning xizmatini butun umr baquvvat bo'lib xizmat qilay deb zalga kirsangiz bor, butun umr. O'sha butun umringiz o'rtacha 75 bahor deylik, 75 bahor ichida 8 ta bahorda sizga kachok bo'lish kelar ekan. Qolgani ketdi bu yoqqa. Kuchli o'qish. Maqsad kachok bo'lish emas, maqsad uzoq mukammal bo'lish. Hech qachon zalga tushganda kachok bo'lish o'ylash kerak emas. Mukammal qilib qo'y Xudoyim deb kirsangiz bor, o'zi походу sizga sdachiga kachok bo'lish beriladi.